zaxira hakami Feruzbek Hidoyatov, uchrashuv nazoratchisi Timur Abdullayev, UzPFL komissari Samandar Ibragimov. Deyarli hujumchi bo'lib ketgan. Imkoniyat, lekin zarba noaniq. Vladimir Rodich urinishni amalga oshirganda Zoran Marushich oyoq orasidan aldab o'tib ketyapti. Muhim harakat edi bu. Uzatmasi ham zo'r. G'iyosov, yana Marushich, Zoranning zarbasi to'p darvoza yuqorisidan o'tib ketyapti. Marushich o'zi boshlagan hujumni chiroyli gol bilan yakunlashi mumkin edi. Hujumchi markazdan Jumayev to'pni sherikka yetkazdi. Marushich tezkor qarorlari to'g'ri chiqyapti. Hozir ham Xurshid G'iyosovni to'p bilan ta'minladi. Biroq uning uzatmasi o'tmayapti. Po'latov, Aliboyev shu nuqtaga yordamga yetib kelishdi. Hozir Izzatilla va zarbaga aylanib ketdi. E'tibor bering, Shirinboy Abdullayev qiyinchilik bilan qaytardi to'pni. Bilgan ekan Po'latov. Darvozabon oldinga chiqib ketgan. Neftchi kutib o'tirmoqchi emas, hujumga o'tayotganda bizda esa takror bor. Biroz avvalgi zarba bu. Boshligida juda texnikali va porloq kelajagiga sifatida qaralganda yuqoridan pas bosh bilan zarba. Juda xavfli urinish edi bu. Akbar To'rayev himoyachilarga e'tiroz bildiryapti va bunga 100% haqli. Va qanday qilib aniq zarba yo'llay olmadi. G'offurov oldinda qolib ketgan. Bu ham Boyan Sigirga topshirgandi o'yinchini. Jarima maydonida yuqoridan uzatma, bosh bilan zarba noaniq. Bosh bilan zarba berganda takroran ko'rishingiz mumkin. Yovich chap qanotda qulayroq his qilyapti o'zini. Ortdan Ubaydullayev yetib kelyapti. Ratinho, Yovich, Vladimir Peritsa aylanib oldi. Yovich va darvozabon. Vladimir. Ortga Famin. Rustambek yuqoridan bosh bilan zarba, to'p to'singa tegyapti. Chiroyli kombinatsiya bor edi bu yerda. Ammo G'ofurovning zarbasiga aniqlikka yetishmadi. Takroran ko'rishimiz mumkin. Biroz aniq bo'lganda yo'nalish. Darvozabon hech narsa qila olmasdi. Faminga qoyil. Neftchi hujumga boryapti. Va bo'ldi. Uchrashuv 0-0 hisobida o'z nihoyasiga yetyapti. Ochiqni aytish kerak, o'yinga mos natija. Jamoalar D guruhida 4 tadan ochkoga ega bo'lgan holda peshqadamlik qilishmoqda va bu keyingi bosqichga, play-offga katta qadam deyishimiz mumkin.